Yangidan ochilgan Uyg'urzada tabiiy davolash va maslahat berish markazi. Mo'l tajribali doktor Shamsunur xonim. Shamsunur xonim 1987-yili Avtonom rayonlik Uyg'ur tibobat oliy texnikumini bitirib, Xotan viloyatlik doktorxonada ishlagan. Yana bir tarafdan o'z oldiga doktorxona ochgan. 1999-yildan 2001-yilgacha G'arbiy tibobati bo'yicha atalmish Xinjiang tibbiy universitetida to'liq kurs o'qib layoqatli bo'lgan. 2006-yili tunji qaror Uyg'ur tibobatida to'liq kursi layoqatli ega qilish sinfida, ya'ni ataqliq doktor Xalmurat G'ofur ochgan kursida 2 yil o'qib, qo'sh to'liq kurs diplomiga erishgan. Ondan qaytib berib Xotan viloyatlik doktorxonada 1 yil ayollar kasalliklar bo'limi va erlar kasalliklar bo'limida amaliy xizmat etib qolgan. 2010-yili Turkiyaga kelgan. 2013-yildan e'tiboran Turkiyada kasal ko'rishga boshlagan bo'lib, g'arbcha davolash bilan Uyg'ur tibobat davolash usulini birlashtirib, asosiy jihatdan ayollar kasalliklari, bolalar kasalliklari va ichki kasalliklar, undan boshqa so'zilma xarakterlik paralish kasalliklarini davolab, alohida natija qozongan. Shuning bilan birga revmatizm, bel put og'rig'i qatorliqlarni yig'ni qo'yib davolab, nihoyat yaxshi unum hosil qilgan. Long qo'yish bilan shug'ullanib, Uyg'ur va turk qarindoshlardan negativ bo'lib qolgan bemorlarni o'rnidan turib, bemalol hayot kechirgidek holatga keltirgan. Shifo Allohdan, sabab bizdan. Uyg'urzada tabiiy davolash va maslahat berish markazi. Adres İstanbul Zaytunburnu Nuripasha mahallasi. 9-ko'cha 64-do'kon. Maslahat so'rash telefoni 0543 479 46 23.